Qayt ko'rsating, men bu yoqqa. Qayt ko'rsating qani? Ana she'r olaydi. Oyoqlarga ham beradimi? Yo'q, qo'liga. Aha. Qayergacha beradi? Oyog'im uyushib qoladi-da, qo'limda. Qani o'tirib tura olasizmi? O'tirib turaman. Qiynalasizda? Mana shu vaqtda qayerga olaydi? Ana shu. Qarang, telefonlarni hammasini chiqarib qaytishdi iching. Qarang, qo'lingizni mana bunaqa yerga qo'ya olasizmi? Yo'q, qo'yolmayman. Qo'ya olmaysiz. Qanday qayeringiz bera olaydi? Tak. Qancha vaqt bo'ldi? Og'riq boshlanganiga nimadan boshdi? Nima ish qilasiz o'zingiz? Tadbirkorlikda ishlayman. Keling, chiqing. Chiqing, mana bu yerga peshanangizni qo'yasizda, mana bu yerga turasiz, turadi. Mana bu yerga peshanangizni qo'yasiz. Qo'lingizni yon tarafga qo'ying, yonni. Shu Bismillah deb qo'yib boshlaymiz. Qani bu yerda bormi? Ha? Bu yerda bor ekan, tegirchi. Bellarda-chi? Bellarda yo'qmi? Tak, mana shu yerda bormi? Yo'q. Ana shu. Mana shu yerda nima travma olgansiz, nima bo'lgan bu yerda? Ha? Что-то не то. Ha, nicho. Mana shu yerda bor-a? Mana bu yerda yo'qmi? Bor. Ha, polni bor ekan-da. Qarang, mana bu yerda-chi? Solixa eshikni ochib qo'y. Bu yerda yo'qmi? Yo'q. Bu yerda? Asta-asta. Yo'qda-chi? Yo'qda bor-a? Bu yoqda-chi? Yo'q. Tak, qarang, bitta turing endi. Buni olaylik. Osmon qarab o'tadi, balandga qarab. Oyoqlarni tortib. Farqi boshqa qiladi. Tizangizni buking mana bu oyog'ingizni. Tortaman qo'ying. Bo'sh qo'ying, bo'sh. Bo'sh qo'ying-da. Qo'rqmang. Bunisini ham. Bo'ldi, yuqoriga qo'ying, bo'ynini tortamiz. Qo'ying, ko'taring. Bo'ldi, mana shunday. Oyoq to'g'ri qo'ying, bunaqa qilmang, oyoqni ana shunaqa. Sal ko'taring bo'yinni. Bu sal tashing, ana shunday spokойно. Bo'sh qo'ying. Bo'sh. Tak. Endi yana qorin bilan yotasiz. Endi muolajani qilamiz-da. Yoshsizmi yo dam olasizmi o'zingizlar? Yo'q. Bismillah başladık neyse. Tak. Burası Ali'den. Allah tutsanız. Endi mana bu asbobimiz bor, o'sha bilan uramiz. Hozir 2 minut chidasangiz tushasiz o'zi.
yerda muammo degan bo'ldi endi bitta tushungan yashashman men yerdan olib ketadi. Ha, 1 minut. Damab qilamiz agar bo'lsa. Hozir damab tushing bo'pti. Egirin. Kaft bilan qo'yib borish kerak, kaft bilan. Hali o'rgatasizda shunga asosda. Otib qo'yganda qon asta aylanadi, yaxshi bo'ladi. Yumshash kerakda, qon yurib yumshaydi. Shunday qilaversangiz o'rganib ketadi. Hali ish yo'q-ku. Ish qilmaysan siz-a? Ko'tarmaysan? Nima? Ha, bu yoqqa yurasiz. Men og'ir ish qilgan shunday racham ko'targan ekanman. Nima ko'tarmaysan? Ya ketdi, askariga ketdi. 5-6 kilogacha ko'tarsangiz bo'ladi. 15-20 kundan keyin asosdan nagruskani oshirsangiz bo'ladi. Sekin-sekin birdan ko'tarmaysizda. Bellikka minmaysiz, otga minmaysiz, sakramaysiz, ariqdan bu yoqdan. Sakray. Mashinada ko'p o'tirmaysiz. 1 soat yursangiz 1-2 minut aylanib yurib keyin chiqamiz. Hozir yana bitta chiqasiz, bitta kontrolni qilamiz, bo'ldi shu bilan. Chiqasizmi yo dam olasizmi? Yo'q, Chiqing qani. Qo'l yonini qo'ying. Bismillah. Boshladik. Mana bilan qilamiz. Ağrıyaptı mı yok mu? Doğru yaptı. Hozir ochilib turamiz. Bu telefon ishlab turadi. Telefonlashib turamiz. Agar olsa yana bir kelib ketadi, bo'lmasa kelmaysiz. Bo'ldi. Endi bemalol qilsangiz bo'ladi. Yaxshi. Ko'p harakat qilsangiz shuncha yaxshi. Hozir og'riq yo'q, mana enkayganingizda tortib turibdi-da, qotib qolgan. Mana shu qilaverasiz, qon borib yumshab qoladi keyin. Bemalol boradi keyin qo'lingiz. Hozir ham boradi, prosta hozir endi qon yaxshi aylangani yo'q-da. Eng asosiy mashqani o'tirib turasiz, qo'lni mana shunaqa qilib. Har kuni 10 martadan qilsangiz zo'r bo'ladi. Ertalab kechqurun. Mana keladi. Bir yigit 3 marta keldi. Mardigar bozorga chiqib ishlayotganda. Keyin aytdim, to'g'risini aytdim, o'g'asini yolg'on gapirdim, pulimni olmay qolib qoldi. Ishlamasam bo'lmaydi aka dedi, ishlayapman dedi.
Keyin dedim, mayli dedim, 3. marta endi o'rdakda keyin aytdim, bundan keyin dedim, kelsang dedim, pulini to'laysan endi dedi. Bir oyda ichida 3 marta kirib ketdi. Kambag'al bachcha ekan o'zi. O'ziga qaramaydi. Bittasiga nima qildi desa, otga mindim deydi. Bittasiga velikoydadim deydi. Hammasiga o'zlari binobat. Otim berligim yo'q. Ben aytaman-da, primerda. Mashinang Turnukka osilmaysiz. Ha, turnukka osilmaydi. Evet, turnukka osilmaydi. O'zi litseniya o'qiganda haligi Litseniya qilsangiz foydasi ham yo'q-da. faqat mazkur berardi qizim. Ba'zi og'riqsizlantiradi, kamroq. Shu yotish qiynaladi. Keldim Abdurash degan yo'llarga. Belim og'rib, o'ng oyog'imga bergan kasalligim. Qayerdan keldingiz? Buxorodan keldim. Yaxshi. Buxorodan keldim. Kasalligim ancha bo'lgandi. Rahmat, qo'llar dard ko'rmasam. Hozir ancha yaxshi. Xudo yo'q. Xudo xohlasa qaytib kelmayman yo'llarga. Alloh kelmagan. Mayli, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Kayitlarni jo'nating. Обязательно. Olmam kelaman.